Assalamu alaykum. Özü güzel, kalbi güzel, sözü güzel, akıllık dostum. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Degininglarni anglagandek buldum. Bilisizlar, salam qilish Peygamberimiz nahayet yaxshi ko'rgan ishlardan. Şoňa men sizlarga Allah'ның güzel salamy bilen keldim. Nima ishlarni qildinglar? Nimalar bilan aldirash bo'ldinglar? Ha, oyun oyundinglar, kitap okudinglar. Keyin? Ha, heyit patis qilishdinglar. Qaltis. Yana boshqa? Resim sizdinglar. Uyinglarni yig'ishtirdinglar. Ha, bildim. Uyg'urcha kitap o'qishni, izchlar qonunlik programmalarni ko'rishni unutib qolmadinglar. Ha? Yana texi Qur'on o'qidinglar. Va, her gün chechinglarni tardinglar. Tishinglarni cho't qildinglar. Shundaqmi? Xuddi Peygamberimiz Muhammad alayhisalomga o'xshash. Maşallah. Barakalloh sizlarga. Undaqda sizlarni ko'p saqlatmay tayyor bo'ldinglarmi? Boshladik qamsa. Eng oxirda qayerga kelgan edik? To'g'ri, Isro va Miroj mo'jizasini so'zlab bergan edim. Mehribon Allohning Peygamberimiz Muhammad alayhisalomga xos qilgan pek muhim alayda bir vaqa edi. Hazreti Jibril alayhisalom bir kuni kecha Peygamberimizni uyg'otib, uni Burak ismli alayda bir uloqqa mindirdi. Burak ajoyib tiz yugurib, ko'zni yumib ochqicha Makkadan Quddusga, ya'ni Masjidil Aqsoga kelgan edi. U yerda payg'ambarlarni ko'rdi. Orqadan osmonga ko'tarilib, 5 vaqt namoz buyurilib, bütün musulmonlarga farz bo'ldi. Musulmonlar intayin suyungan edi. Albatta, u chog'larda ishonmaganlarmi bor edi. Ammo Peygamberimiz güzel dinimizni her yerde anglatdi. Ularning baxt saodat yurti jannatga kirish uchun har turli haqoratga chidab, payg'ambarlik vazifasini ado qilishni davomlashtirdi. O'tganki bölümni azroq eslab chiqdinglarmi? Bu bölümde Mehribon Allohning qiyinchilikda qolgan musulmonlarga chiqish yo'l berganligini so'zlab beraman. Peygamberimiz Muhammad alayhisalomning Mekkada payg'ambarlikni so'zlab kelayotganiga 13 yil bo'lgan edi. Mekkalik mushriklarning zulmi chekiga yetgan edi. Bir qiyinchilikdan keyin bir osonlik bergan egimiz Alloh payg'ambarimizga yana bir eshik ochdi. Ya'ni Mekkadan Madinaga hijrat qilish edi. Aqlliq bolalar, hijratning nima ekanligini bilamsizlar? Bu so'zni ko'p anglagan bo'lishinglar mumkin. Meningcha tushunsizlar. Shundaqdimi qisqacha izohlab, ya'ni tushuntirib o'tib ketay. Payg'ambarimiz va iymon etgan musulmonlar Mekkada dinini qo'g'dashda intayin qiyin ahvolda qoladi. Bu vaqtida, ya'ni milodiy 622-yili Peygamberimiz va bir bölük musulmonlar yurti Mekkadan ayrılıp Madinaga bordi. Bu ko'chish, ayrilish, hijrat deb ataladi. Xuddi biz tajovuzchi zolim Xitoylarning zulmi sababli güzel ana vatanimizdan ayrilishga majbur bo'lgandek, ularmi güzel vatani Mekkadan ayrilgan edi. Ammo Peygamberimiz va musulmonlarning maqsadi hijrat qilgan, ya'ni ko'chib borgan Madina zaminida yerlashib, uy o'choqliq bo'lib pul tepish emas, balki asoratda, zulmda, xo'rliqda qolgan vatani Mekkani va xalqini ozod hur qilish hamda güzel dinimizni texim erkin yashatish, mustaqil davlatini qurish uchun kurash qilish edi. Aqlliq, zerik bolalar, hijratning ma'nosini endi bilib oldinglarmi? Nayt yaxshi. Shundoq Peygamberimiz güzel dinimizni, vatanini nima degan yaxshi ko'rdi, ha? Sizlar ham yaxshi ko'ramsizlar bolalar? Hammanglarning ha degan ovozini angladim. Shundoq güzel vatanimni men bek sig'indim. U yerdagi mehribonlarimni texim sig'indim. Bilaman, sizlar bek sig'indinglar. Ammo ko'nglingizni yerim qilmanglar. Sizlarga bir xush xabar beray. Suyimlik Peygamberimiz Muhammad alayhisalom
va musulmonlar Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin 10 yil to'xtamay tirishchanlik ko'rsatish, kurash qilish orqali Allohning yordami bilan vatani Makkani sharaf bilan ozod qilib, hayvat bilan kirdi hamda barcha yomon ishlardan pokizlaydi. Omaq bolalar, xushal bo'ldinglarmi? Kulimsiranglar, umidlik bo'linglar, pek yaxshi o'qinglar. Güzel dinimizni yaxshi ko'ringlar. Söyümlük Gül Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның izden meninglar. Allah xalisa Peygamberimiz erişken nusret, g'albiga bizmi erişimiz. Güzel ana vatanimiz azad, hür bolup, barcha meynetçilikten pakiz boludu. Bütün dünyadaki söyümlük balalar, mihriban Allah'a bir dua qılaylı. Sizler amin danglar bulamdı? Şundaq bir amin danglar ki duayımız Allah'a yetsin. Ey Allah, kalbimizni Allah söygüsü, Peygamber söygüsü, vatan söygüsü, qeyrindosh söygüsü bilen toldurup bergin. Peygamberimiz ve musulmonlarga vatani Mekke'nin azadlığını nasip qilgandek, bizge mu ana vatanimiz, güzel tuprağımızның azadlığını nasip qilgin. Ey Allah, anlaşımca bizge o'xshash sebi balalarning duasini pekmi anglaydi ekansan. Men seni ve Peygamberimizni pek yaxshi ko'raman. Vatanimni pek yaxshi ko'raman. U yerdagi ota-onamni, bov-mo'minlarimni, urug' tuqqanlarimni pek sig'indim. Pat yaqinda bizni ular bilan ko'rishtirgin. Jam qilgin. Tuproqlarimizda erkin, azadi yashashga nasib qilgin. Amin. İman etgan bir bölük Medinalik musulmonlar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan Mekke'ye joylashgan Aqaba degan yerda uchrashib, Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga, Muhammed Aleyhisselamning uning quli va elchisi ekanligiga ishonganligiga, namoz qilib zakot berdiganligiga, o'g'irlik qilmaydiganligiga, tuhmat qilmaydiganligiga, yolg'on so'zlamaydiganligiga va'da berdi. Peygamberimiz agar shundoq qila olsa, jannatga kirdiganlik xush xabarni berdi. Nima degan yaxshi, shundoqmi bolalar? Hammasi intayin xushal edi. Bu voqeani Aqaba kelishimi deb atadi. Madinalik musulmonlar Peygamberimiz ve musulmonlarni jon tikib qo'g'daydiganligiga va'da berib, ularni Madinaga taklif qildi. Shuningdan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Mekke'de qiynalgan musulmonlarga shundoq dedi: Sizlarning hijrat qilgan yeringlar menga bildirildi. U yer Madina, ya'ni Yasribni sizlarga xotirjam va huzur yurti qildi, dedi. Söyümlük balalar, Medine şəhərinin əsl ismi aynı vaqtda Yasrib olub, Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret qılğandan keyin İslam bilan şərəfləndirilib, her yer iman nuru bilan tolup nurluq şəhər, yani Medine Munavvar deb atalgan. Bilib oldinglarmı? Nəhayət yaxşı. Peygamber Aleyhisselam'ның tavsiyasi ve ruxsati bilan musulmonlar Medine'ge bölünüp bir-birlab hijrat qildi. Yani ko'chib bordi. Medine'de nəhayət xushallik bilan qarshi olindi. Medinelik musulmonlar Mekkelik musulmonlar bilan hamma narsasini tang bahrlandi. Qiziq tamoqlarini, kiyim-kechaklarini, uylarini, pullarini, bog'chilarini birga ishlatdi. Yeni sizlarga unutib qolmay, kichkina bir hukmni tushuntirib qo'yay. Mekke'den Medine'ga kelgan musulmonlarni muhojir deb ataymiz. Medine'da ularni qarshi olgan, yordam qilgan Medinelik musulmonlarni bo'lsa, Ansar deb ataymiz. Endi Ansar bilan muhojir güzel qeyrindosh do'stlardan bo'lgan edi. Nima degan isl qeyrindoshlikqa bolalar? Bu güzel do'stlarning hammasidan Allah razı bolsun. Yeni bir tarafdan musulmonlarning Medine'ge ko'chib ketganligini anglagan mushriklar
Peygamberimizning yo'lini to'sib Madinaga ketgili qo'ymaslik uchun bir yerga to'plandi. Ular kuchli, quvvatli odamlarni tanlab, qo'llariga qilich berdi va Peygamberimiz Muhammad alayhisalom Madinaga ketish uchun uydan chiqsalam, darhol hujum qilishni buyurdi. Ular Peygamberimizning uyining atrofini qurshab, Peygamberimizning chiqishini saqladi. Bir mo'jiz yuz berib, ular hammasi uxlab qoldi. Mehribon Alloh Peygamberimizni qo'g'digan edi. Uyqudan uyg'onib, Peygamberimizning allıburun uydan chiqib ketganligini ko'rgan Abu Jahil achchig'idan yerilib ketayil deb qolgan edi. To'lab, vaqirab, "Darhol iz qo'g'langlar, topolganlarga 100 tugib beraman", dedi. Güzel do'stim, u esnada Peygamberimiz yaqin do'sti Hazreti Abu Bakr bilan uchrashgan edi. Yeniga yemek-ichmek, su ilib olgan edi. Yo'lga chiqib, erib ketgan vaqtida aram ilish uchun Savr g'origa kirdi. Ular aram ilib atgan vaqtida Abu Jahilning 100 tug'i mukofot berdiganligini anglaganlar tayyor bo'lib yo'lga chiqqan edi. Ularning orqasiga tushganlarning ichida noit usti bir iz qo'g'lug'uchi bo'lib, g'orni tepib olgan edi. Ozroqla yaqinlashib, egilib qarsa, Peygamberimiz bilan Hazreti Abu Bakrni ko'ratdi. Hazreti Abu Bakri Peygamberimizga azor berib qolamo deb bekmi qo'rqdi. Suyimlik Peygamberimiz Muhammad alayhisalom Hazreti Abu Bakriga: "Ey Abu Bakri, qo'rqma. Allah biz bilan billa." "Ey Allohning elchisi, egilib qarslam bizni ko'rdi. O'zim uchun hech qo'rqmadim. Ammo sana biror zarar kelib qolmasin deb bek qo'rqyapman", dedi. "Ey Abu Bakri, ikki kishining uchinchisi Allah bo'lsa, oqibatimizning qandoq bo'lganligini o'ylayaptamsan", dedi Peygamberimiz. U vaqtda Allohning yordami keldi. Osmonda va zaminda nima bo'lsa, ularning egisi Allah edi. Allohning yaratganlaridan bir o'mchik g'orning kirish ig'zining hamma yeriga to'r to'qib bo'lgan edi. O'milchikmi kelib, to'rning o'ttirsida saqlashga boshladi. Yana texi ikki kaptarmi uvsi bilan g'orning oldida bir yerga o'rinlashdi. Kaptar uvsida texi bir necha tal tuxumi bor edi. Kaptarlarmi tuxumning ustida o'ltirib saqlashga boshladi. Tabiatdagi jonivorlarmi Allohning amri bilan Peygamberimizni qo'g'dayotdi bolalar. Suyimlik Peygamberimizni jonivorlarmi nima degan yaxshi ko'rdi ha? Iz qo'g'layotganlardan birisi so'radi: "Izlar bu yerda to'xtadi. Ichiga kiraylimi?" Yana birisi mundoq dedi: "G'arning har taraflarini qoplagan shu o'milchik to'rga qara. Nima degan qilin? Xuddi Muhammad tug'ilishdan burun to'qilgandek." Agar g'arning ichiga kirgan bo'lsa, bu o'mchik to'ri buzilgan bo'ladi. O'ylab baqmamsan. Yana birsimu do'stining deginiga qaytildi. "To'g'ri deysan. Qara, shu yerdagi ikki kaptaymi u yasabdi. Nayt xotirjam turmamdi. Bular nayt erkak hayvonlar. Agar birisi bu g'arga kirgan bo'lsa, bular bu yerda tura olmasdi, uchib ketadi. Demak, bu yerga hech kim kirmabdi. Shundaqmi?" O'milchikmi to'rning dal o'ttirsida xuddi navbati turayotgandek kaptarlarmi mushundaq edi. "Bu yerga birisining kirishi mumkin emas. Na o'mchik to'ri, na kaptar usi buzilgan. Bu yerda bekordan vaqtni o'tkazdik. Muhammad balki alliburun yo'lga chiqib bo'lgandi. Meni gap kutding. Bu yerda yo'q ekanligi aniq edi. Sening kasobatingdan birmuncha vaqtni o'tkazib etdik." Ular shundoq deginicha tezlikda g'ordan ayrildi. Hazreti Abu Bakri rahat bir nafas oldi. Peygamberimiz va sodiq do'sti Hazreti Abu Bakri 3 kun Savr g'orida qoldi va kunlarini duo va ibodat bilan o'tkazdi.
Aqlliq balalar, Allah nima degan ulug' va mehribon ha? Bizni har yerda farishtalar bilan qo'g'dayotgan, ne'mat bergan, go'zallik ato qilgan, olamlarning egisi bo'lgan Allohga tugumas shukr aytamiz. Bu bölüm shundoq qilib mush yerda tugidi. Barcha umoqlarning astoydil anglagani uchun rahmat aytaman. Keyingi son programmamizni ko'rishgacha sizlarni Allohga topchidim. Xushvaqt bo'linglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tinim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim,